Mana hozir personalga shunaqangi xonim qilyaptilar. Yoshligimizda buvlarimizda norin qilishsa, mana shu aynan yog'langan joyidan xamirdan olardik-da, unda kesib, yeb turardik. O'sha eng chiroyli joyi bo'lardi. Mana shu 5 barmoq xamir ko'rayotganinglarda, mana shunaqa ana kuni gilam desam, ko'rpacha desam, bittasiga qalin emas, u gilamingiz parda bo'lib ketibdi deyishdi kommentariyada. Ilhom aka bitta savolda, mana bunda ko'taring, aka buni. Mana ko'pchilik hozir aytayapti-da, buni shunaqa parda bo'lib, mana shunaqa yupqa qarang, mana orqadan ko'rinyapti. Buni siri nimada, Ilhom aka buni? O'zini mehrda. Mehr. Kasbini sevish kerak. Mana kasbni sevsa, mehr bersa, mana shunaqa parda bo'lib ketadi xamirlar ham. Bu xamirxona bekorga pirxona deyilmaydi-da. Mana mashdan shilpildoq xamirga, norin xamirga, kulchatoy xamirga, lamonga hamma xamirlarimiz mashdan chiqib ketadi. Mana shuni ko'ringlar. Mana shu norinni xamirlarni shuna qilib biz quritamiz-da. Keyin bu chiroyli qilib mana yog'lanadi. Mana yog'lanish jarayoni ko'ryapsizlarmi? Ana esizdami, Islom yoshligimizda buvlarimizda norin qilishsa, mana shu aynan yog'langan joyidan xamirdan olardik-da, unda kesib, yeb turardik. O'sha eng chiroyli joyi bo'lardi. Mana shunaqa joylardan bittasi. Mana bu yerda xamirni pishirish jarayoni ko'ryapsiz-a? Pishirib, mana shu etajorkalarimizga yoyib, chiroyli qilib, mana singillarimiz, opalarimiz, mana Ilhom akam bizga ustoz, biz 15-16 yildan beri bilamiz. Xudo xolasa, Xolid opa qolmang. Mana hozir personalga shunaqangi xonim qilyaptilar. Ana bilasizmi? O'zi mana vodiyda o'rama deydi, Toshkentda xonim deydi. Yana boshqa joylarda xonim desa kerak. Biz personalga mana haftada 10 kunda bitta mana shunaqa xonimlarni qilib turamiz. Xudo xolasa mana ko'rayotganinglardek chiroyli qilib buni qasqonlarga taxlab, keyin buni o'zini ustida piyozdonlari bo'ladi. Uni sayga o'xshab qovurib, ustilariga qo'yib, mana shunaqa chiroyli tarzda xodimlarga tortiq qilamiz. Bizning xodimlar, shaxsan o'zimni ham eng yaxshi ko'rgan mana shu Bekosiyodagi personaldagi taomimiz mana shu xonim bo'ladi. Mana ko'rayotganinglardek mana shunaqa mehr bilan qilamiz. Xudo xolasa, mabodo personal yeymiz desanglar, Bekosiyodga kelaveringlar. Ovqat pishdi.